tirik ot, bir ho'kiz, bitta sarka. Bir olqishlab qo'yamiz. Hokim buvan nomidan faxriy yorliq yana mana bugun Jarqo'rg'on tumanidan bugungi musobaqamizning qahramoni desak bo'ladi. 6 ta gol urgan mana Asadbek ukamiz shaniga bitta chiroyli qarsak, federatsiyaning nomidan bitta chiroyli sovg'a bor. Hokim buvamiz o'zi nima himmat qilsa mana shu qahramon yigitga nima bersa beradi. Hokim buvamiz shaniga bitta chiroyli qarsak. Rahmat. Birinchi o'rin bitta nortiya, bitta tana, bir tirik ot, bitta ko'san sarka, Surxon bir shaniga bitta chiroyli qarsak. Qarsak bo'lsin. Surxondaryoni terma jamoasiga qarsak bo'lsin.